Assalomu alaykum go'zallarim. Bugun sizlarga detoks suv tayyorlashni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi o'rtacha kattalikdagi bir dona bodring va ozgincha zanjabil va yarimta limon. Hamma mahsulotlarni men уже tayyorlab oldim. Birinchi bo'lib limonni solamiz va zanjabilni ham, endi esa tayyorlab olingan bodringni ham toza mineral sovuq holatdagi mana suvimizni ham idishimizga solib oldik. Endi esa bir qoshiqda toza tog' asalidan aralashtiramiz. Toza asal bo'lishi kerak. Eslatib o'taman. Agar sizda miyata bo'ladigan bo'lsa, miyata ham solishingiz mumkin. Menda miyata tugab qolganligi uchun solmadim. Aralashmamizni yaxshilab bu detoks suvimizni aralashtirib olganimizdan keyin ustini yopib 8 soatga qoldiramiz. Ustini yopgan holda 8 soat turishi kerak. 8 soatdan keyin kunlik suv normasini o'rniga kun davomida iste'mol qilib yuramiz. Bundan-da ko'proq ma'lumotlar olish uchun profilimga obuna bo'ling va like bosing. Kuzatishda davom eting.